Xonanda Munisa Rizayevaning loyihasidagi qizlar allaqachon daromad topishni boshlagan. Birinchi yangilik, qizlar daromad topishda ilk natijalarga erishdilar. Ikkinchi yangilik, biz kosmetologiyaga keldik, muolajalar qilmoqdamiz, deydi xonanda. Assalomu alaykum, sevgilim. Men sizni ko'rganimdan juda xursandman. Sizga shunaqa savol bor, demak, bugun nima qilamiz qizlar bilan? Mana ko'rib turibsiz, Bondi, Gulchiroy va Yuliya kelishdi. Gulchiroy o'zi kosmetika qilishga emas edi, mayli, hozir yechamiz. Da, hozir hammasini olib tashlaymiz. Individualni hozir yuziga qarab, yuz holatiga qarab, proseduralar qo'yamiz. Uchalariga har xil, kimgadir shilla уже tushgan, misol uchun Gulchiroyda men уже hozir ko'rdim, peshonalarida уже aktivni mashqlar bor, mimik achilari, botoks yordamida hozir ularga yo'yamiz. Birinchi qizimizda yuzlari juda ham chувствительный bo'lgani uchun ularga virtualizatsiya, ya'ni gyaluronka muolajasini qilamiz. Bondi xonimga jijjigaющий ukol qilib yuzlarini kichraytiramiz. Menga qiladigan. Da, ortiqcha yog'larni olamiz. Shunaqa qilaman. Bo'ladi, и вот это высыпание, это нормально. Силицилка, да, вот это сушишь. В аптеке купим Адвантан крем на ночь. Будь мажется, использовать на ночь только будешь. Вот это вся высыпание у тебя уйдет. Хапна, Джингина. Слушай, а может быть мы лазер сделаем волосы? Да, конечно. Сейчас я тебе прокалю, потом вниз спустишься и порядку. Бранчи лазер, потом... Нет, сначала прокалю. Это не больно будет? Нет, это вообще не больно. Ну, прости, терпи. Ради красоты. Уже oxirgi payt ko'ryapman. Oxirgi ko'rganimda ham konkretно уже объем ketgan. Qancha tashlaysiz? 5 kilo 300 уже tashladim. Да. Va birinchi reklama oldim. $250 ga. Честно? Просто. Reklama tushdi. Kimga reklama kerak bo'lsa, murojaat qilsalar bo'ladi. Уже история 50 mingta, 40 mingta odam ko'ryapti. Yo'q. Shunaqa. Voy, молодец. Qaranglar qanaqa bizada natija. Bo'lib ketsa bizni sizdan chiqarib. Qarang, yaxshi muxlisi kelib berdi. Biz bilmagan ekanman bunday narsalarni. Hammasida sizlar yordamlaringiz Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bu hammasi siz xohlaganingizdan bo'ladi. Конечно, вы же помогли. Ishonch, молодцы. Молодец, блин. Поздравляю, Бондихон. Скоро нас всех переплюнешь, еще больше нас будешь зарабатывать. Кем, Джингина? Садись. Не бойся, это не больно. Хорошо. Ложись. Моя сладкая девочка. Давайте мне ее шлите ко мне. Здорово эффект. Опа. Тетки. Ой, muxlis. Mana chiziqlaringiz yoyiladi polni, pechene sohangizda umuman marshim bo'lmaydi. Xo'p, qoshlaringiz ko'rib, qovog'ingiz ozgina tushib qolgan, shuni ham naq ko'tarib beraman. Bo'ptimi? Pechenengizga ko'z atrofingizga qilamiz. Xo'p. Men eshitgan edim, kechadan beri siz dietamga o'tirgan ekansiz, ha? Qalay bo'lyapti? Уже 1 kilo tashlamaysiz. Bir kunda. Bir kunda. Voy, молодец. Nima ovqat yeyapsiz? Ovqat yegim kelmayapti. Ovqat yegim. Suv ko'p iste'mol qilasiz? Suv ko'p. Да, ko'proq ichish kerak. Saltrika, anaqa tvorog. Да, ну понятно, вот такие диетические narsalar, salatlar. Bir kunda rezultat 1 kilogramm. Молодец. Yana anaqa Instagramga o'sha клубника shokoladni kontent qilib berganlardan keyin mendan odamlar narxini so'rashyapti, olmani tilashyapti. Ba'zan bu o'sha клубника shokoladni olib boradigan biznesmenlar yozyapti-da. Zo'r bo'ladi, boshida ozgina qiyin bo'ladi, ozgina xarajatga tushasiz, keyin o'rtasiga yaxshi daromadga erishasiz deb yozishyapti. Juda yaxshi, demak, odamlar yozyapti, juda ko'p har xil tilaklar va albatta zakazlar bormi? Zakaz narxlarni so'rash. Ko'rsatingchi, men bitta ko'raychi. Juda qiziq bo'lyapti bu narsa. Odamlarga ham ko'rsatamiz, ha? Necha pul deb yozganman? Assalomu alaykum. Necha pul ko'rdingizmi? Tashqarida ko'rsatish kerak deb bunaqa narsalarni. Assalomu alaykum. Necha puldan dostavka bormi? Narxlarni ham aytasizmi? Endi ko'rdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Narxlari qancha? Ana ko'rdingizmi, nechta odam? Alo, klubnikalarning donasi necha puldan? Mana qo'yib beringlar desam, reklamasi qilish kerak bo'ladi. Hamma bilish kerak edi. Bular haqiqat. Bizni ko'rsatmoqchimiz-da, bizning proyektimizda, что bu hamma narsa как есть bo'lyapti. Biz hech narsani olib chiqib, nimadirlarni o'zimiz yasatib qo'yamiz. Shuning uchun maqsadimiz odamlarga ko'rsatishda sizlar ham shu narsani qilishingiz mumkin. Просто to'g'ri xohlab bu narsani va to'g'ri yo'l topib ketish kerak.
hammasi harakatga bog'liq va albatta xohishdan iborat. Hozir men bilyapman Yuliyadan. Yuliya bugun ikkita reklama yoki bitta, uchta reklama olibdilar, lekin juda kichkina narxda, demak past narxda olganlar. Shuning uchun urush beryapman. Yo'q, Yuliya bunaqa qilmagan. Seni bu yerda o'zingni hurmat qil va albatta bilginki, sen bunaqa past narxda sotsang, demak sen daromadga yeta olmaysan, kelmaysan daromadga. Demak, daromad topish uchun sen sal ko'tarishing kerak narxni. Shuning uchun bugun 3 ta klientga, как говорится, omadi kelibdi 3 ta klientga. Undan keyin bugundan boshlab Yuliya biz kelishdik siz bilan. Siz daromadingizni oshirtirasiz va albatta narxlaringizni ham ko'tarishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni qadrlang. Bu eng asosiysi, ha? Надо себя ценить, друзья. Они прямо у нас должны измениться. Конечно. Вот сейчас у нее лицо вообще хорошо будет. Нам высыпание тошмали кетadi, po'rilar yopiladi. Это на сердечко. Ну, чтобы когда Поможем, да. Вечером скажем, да. Yulichkaga hozir o'tkazadigan protseduramiz bu biotilizatsiya. 5 точек. Depam nomlaymiz bu protsedurani. Bu protsedura juda ham yaxshi po'ralarni yopadi. Vesnoshka, ya'ni dog'chalarimizni sepkillarni deymiz, ochartiradi. Yuzimizdagi toshmalarni yo'qotadi. Juda ham yaxshi yuzimizni namlantiradi. Bularning yuzlari juda ham kombinirованный, чувствительный bo'lgani uchun bu biotilizatsiya muolajamiz juda ham yaxshi tushadi. Men qizlarga hozir bitta vazifa berdim. Qizlar dedim, kim dedim sizlardan $1000 topsa dedim, ularga dedim mendan reklama Instagramdan dedim. Pekinga dedim. Kim mendan oshiq topsa, mana shu proyekt mobaynida, demak ularga Dubayga 5 yulduzli gostinitsada sayohat bor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear